50 yil bu faqat sahna emas, bu minglab obrazlar, yuzlab sahnalar va tomoshabinlar olqishlari bilan o'tayotgan umr demakdir. Sirdaryo viloyati musiqali drama teatri 50 yillik ijod yo'li. Mazkur teatr maskani 1975-yildan o'z faoliyatini boshlagan. Ilk sahnalashtirilgan Uzayr Hojibekovning Arshi Malolon musiqali komediyasi 1975-yil 26 sentyabr kuni sahna yuzini ko'rdi. Bu esa 200 dan ortiq sari spektakllarning yaratilishiga yo'l ochdi. 50 yil mobaynida bu dargohda ne betakror asarlar yaratildi. Qancha iste'dodli aktyorlar, sahna yulduzlari kamol topdi. Bu sahnada xalqimiz sevgan ulug' san'atkorlar, hozirda ularning shogirdlari teatr sahnasida xalqimiz uchun xizmat ko'rsatmoqda. Teatr repertuarlari nafaqat yurtimiz, balki jahon sahnalarida ham namoyish etilmoqda. O'tgan ijodiy mavsumlar davomida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Rossiya davlatlarida bo'lib o'tgan xalqaro teatr festivallarida teatr jamoasi muvaffaqiyatli ishtirok etganligi barchamizga g'urur va iftixor bag'ishlaydi. Joriy yilning o'zida madaniyat va san'at sohasiga 40 milliard so'm ajratildi. Shunda 15 milliard so'mi aynan viloyat teatriga yo'naltirildi. Teatr binosi to'liq rekonstruksiya qilindi. Ijodiy jamoa uchun zamonaviy transport vositalari, yangi avtobus va yuk mashinasi ham berildi. Mana shu yillar davomida Sirdaryo viloyat musiqali drama teatri juda ham ko'plab yutuqlarni qo'lga kiritdi. Ayniqsa so'nggi yillarda teatrimiz qaytadan ta'mirlanishi, moddiy texnik baza bilan ta'minlanishi va mana shu 3 nafar ijodkorlarimizga turar joylar topshirilishi bu hammamiz jamoamiz uchun quvonchli kun bo'ldi. Kelajakda mana shu ijodkorlarimizni yangi sahna asarlari bilan tomoshabinlarimizga xizmat qilish uchun zamin bo'ladi. Mana shunday yuksak e'tibordan unumli foydalangan holda bizning jamoamiz xalqaro maydonlarga ko'proq safarlar uyushtirib va bir necha spektakllar bilan doim nafaqat viloyat, nafaqat respublika, dunyo sahnasini ham zabt etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Bugun bu sahnada nafaqat spektakllar, balki butun bir tarix jonlanmoqda. Sirdaryo viloyati musiqali drama teatri o'zining 50 yillik ijodiy yo'lini ortda qoldirib, 50-mavsumni ko'tarinki ruhda qarshi oldi. Yarim asr davomida bu dargohda sahna chirog'i o'chmadi, musiqa to'xtamadi, ijod qalblarga yo'l topib keldi. Viloyat musiqali teatrining 50 yoshlik bayrami, shu bayramga qatnashib turganimdan juda baxtliman. Chunki bu teatr men uchun qadrli, juda qadrli. Men bu yerda bir necha davr ishladim. O'zim orzu qilgan rolim qirollikni shu yerda ijro qilish nasib qildi. Men yaxshi odamlarni bu yerda ko'rdim. Yaxshi, juda kamtar kollektiv bilan iliq munosabatda bo'lib juda yaxshi ishladik. Samarali ishladik. Men hech qachon bu ishlagan davrlarimni unutmayman. Teatrga kelinglar. Teatrga kelishga vaqt toping, maza qilasiz. Qizim, esingda bormi? Maktabda bir partada o'tirardik. Ikkimizga ham bitta muallim dars bergan. Lekin hayot murakkab ekan. Inson esa undan ham murakkabroq ekan. Hayotning ikki tomonida bo'lib qoldik. O'zbek Milliy akademik drama teatri jamoasi nomidan tashrif buyurgan ustoz san'atkorlar samimiy tilaklarini bildirishdi. Bu sahna biz uchun juda ulug' sahna. Bu yerda ustozlarimiz ishlashgan, ustozlarimiz ijod qilishgan, lekin biz ham shu o'zimizni spektakllar bilan shu sahnada, chimildiq spektakllarda, ijodiy uchrashuvlarda, tadbirlarda qatnashganimizda juda ham xursandman. Ilohim shu kollektivga ilohim sog'lik, salomatlik tilaymiz. Hech qachon charchashmasin ijod qilib. Tantana davomida teatr tarixidagi eng sara spektakllarda lavhalar, musiqiy ariyalar va sahnaviy raqslar namoyish etildi. 25-yil menga omadli kelgani, jamoamizga ham festivallarga bordik. Qolaversa, yurtboshimiz tomonidan mana shu arzimagan xizmatlarim uchun meni shuhrat medali bilan taqdirlashdi. Bu yutuq bitta meniki emas, butun Sirdaryo viloyat musiqali drama teatrining jamoasiniki. 2026-yil ham shunaqa ijod yili bo'ladi, chunki tanlayotgan asarlarimizda ham zalvori yuki juda ham katta. Biz 2026-yilda xudo xolasa dunyo miqyosiga chiqmoqchimiz. Tomonlarda yangicha qiyofa ochyapti. Bunaqa sharoitlardan keyin nega ijod qilmaymiz? Biz mehrni sahnaga bersak, o'z tomoshabin biz yuzimiz sanaveradi. Tomoshabinlarimizga xizmatdamiz. Sirdaryo viloyat musiqali drama teatri 50 yillik tarix emas, bu davom etayotgan ijodiy yo'l.